nevrofiziologiya bo'yicha bo'g'imlarni davolash tizimini yo'lga qo'ydik. Shunaqa. Shunda mushaklar tonusga keladi, og'riqlar kamayadi. Buni hozir ko'pchilik so'raydi, siz usulingiz nima? U massaj qilasizmi deydi. Siz massaj qilasizmi? Nima qilasiz? Skolyoz bo'lib, umurtqalar qiyshaygan paytda biz osteopatlarga bor, katsiproflarga bor derdik-da, lekin ularni ham zo'rini topa olmasdik. O'zimda ayolim jag' sohasi og'rib qoladiki, doktorlarga boraman. Syomkasi apparatida rasmga oldi, kichkina jag' suyagida artroz boshlandi. Haqiqatan qarasam, jag' suyaklar bir-biriga yopishib ketib qolgan. Massor kelsiz dedi, esimda gidrokortizon emas, analgin demidoral yozib beruvdi. Endi ular vaqtinchada. Mana shu pediatriya sohasiga birinchi kirgan bitta ustozimiz bor edilar. Endi mana shu sohadagi mushaklar qisqarib, jag' mushaklar qisqarib, mana bu holatga olib kelib qo'ygan. Ya'ni yopishtirib qo'ygan. U kishi test qildi, mana shu sohada jag' mushaklar atrofida qaysi retseptor buzilgan aniqlab turib, refleks beruvdi. Og'izni ochib ko'rdi, og'riq qo'yib yubordi. Hazillashmasam yo'q deydi. Umuman yo'qmisam yo'q deyapti. Qandaydir travma bo'lgan mana shu sohada dedi. Qaraganda o'shani ehtiyot qilibdi, mushaklarni giper holatga kirgizgan, mana shu holatga kelib qolgan. Biz o'shani yumshatdik dedi. Haqiqatda shunaqa mutaxassis kelganda nima deyishni bilmasdim. Shunaqa mutaxassis toping ederdim. Mana hozir o'zimizda bor. Bismillah, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Tabobatdan tashqari ham nevrofiziologiya bo'yicha bo'g'imlarni davolash tizimini yo'lga qo'ydik. Mana shu haqida sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Bizning o'zimiz yo'nalish bilan, tabobat yo'nalishi bilan ancha tanishlar, lekin nevrofiziologiya bo'yicha mana Asrorbek pediatr yo'nalish bo'yicha mutaxassis, bu kishi bilan birga ishlayotganmiz. Hozir shu yo'nalishingiz bo'yicha suyak bo'g'im kasalliklarida, og'riqlarda qanaqa yechimlar qilayotganimiz haqida, qanaqa yechim beriladi, shular haqida ma'lumot bering. Avvalambor assalomu alaykum. Aka, hozirgi holatda bizning yo'nalishimiz pediatr terapiya bo'g'imlardagi, mushaklardagi, paylardagi og'riqlarga yaxshi yechim beradi. Va o'sha paylar va mushaklarni normal tonusga keltiradi. Ya'ni masalan ko'p holatlardagi bo'g'imlardagi og'riqlar, suyak yemilishlari ikkilamchi holat bo'ladi. Biri masalan sizning sohangiz o'sha mizoji, xilti, shu tizzani ichidagi oziqasi buzilishi bo'lsa, ikkinchi holatda o'sha tizzani yoki boshqa bo'g'imlarning atrofini stabilizatsiya qilib ushlab turgan, quchoqlab turgan paylar, mushaklardagi bo'shashib ketishlik yoki qattiq tirishib ketishlik holatlar bo'ladi. Albatta biz bilamiz, nerv ham, qon tomiri ham mushaklar orasidan o'tadi. Shu holatda mushaklar qisilganda, masalan, ba'zi odamlarda oyog'i muzlaydi, qon aylanishi yaxshi pasayadi yoki mushaklar qisilib gipertonus holatga kelganda nerv o'tkazuvchanligini pasaytirib tashlaydi. Biz o'sha mushaklarni hozirgi zamonaviy nevrofiziologiya shu pediatr orqali, ya'ni retseptorlar orqali bosh miyaga taratib davolaymiz. Shunaqa. Shunda mushaklar tonusga keladi, og'riqlar kamayadi, shunaqa holat bo'ladi. Endi nima uchun mushaklar bu holatga kelib qolgan? Nima uchun gipertonus, ya'ni qisilib qoladi yoki bo'shab ketadi desangiz, bunga sabablar ko'p bo'ladi. Birinchi sababi endi bu organizm o'zini himoya rejimini yoqib shu holatga keltiradi. Misol uchun biz bitta bemorni men o'zim davolaganimda unda skolyoz boshlangan, ya'ni umurtqa qiyshayshi boshlangan, misol uchun keltiryapman. Endi biz o'sha skolyozni, umurtqa qiyshayishni o'zi bilan shug'ullanaversak adashardik. Endi mana pediatr yo'nalishi bilan yondashganimizda nimadan o'sha qiyshaysh kelib chiqdi? O'shanga ahamiyat berganmiz. Umurtqa mana shu holatda turgan bo'lsa, sog'lom holatda mana shu holatda tursa umurtqa, endi buni atrofini mushaklar, paylar ushlab turadi, ya'ni quchoqlab turadi. O'rab turadi. Mushaklar pay qisqaradi. Suyak qisqarmaydi, umurtqa qisqarmaydi, mushaklar, paylar qisqaradi. U bemorimiz Rossiya Federatsiyasida shu taksi kirakashlik bilan shug'ullangan. Keyin bir kuni qattiq shamol bo'layotganda mashina haydab ketayotganda daraxt sinib, o'ng tomonidan kirib kelgan daraxt sinib, yiqilgan mashinasiga. O'zi shu olib qochgan. O'sha patologik refleks deydi meditsinada, ya'ni nosog'lom kasal refleks qolib ketgan miyasida. Endi u har doim mashina haydab ketaversa, yondan daraxtlar o'taversa, miya o'sha qo'rquvni eslab, o'zini himoya rejimiga yo'q qoladi. Mushaklar qisqarib umurtqani ham qiyshaytirib yuborgan. Endi bu sohaga massaj qilsa, boshqa muolajalarni qilsa, to'g'rilasa, tiklanadi mushak. Yana miya mashina haydaversa, shu holatga kelib qolaveradi. Shu keyin biz o'sha emotsiyasini, o'sha retseptorlarni, ya'ni patologik kasal refleksni miyadan shu pediatr yo'nalishi bilan olib tashlaganimizdan keyin mushaklar tiklanadi va umurtqa joyiga qaytadi. Umurtqa beta siljishi ikkilamchi. Xuddi shunday boshqa kasalliklarda ham, artrozlarda, masalan, ko'ks artrozlarda, masalan, yelkalar qotib qoladi, pleksitlarda, mushak bo'g'im harakat tayanish tizimiga bog'liq qanaqa muammo bo'lsa, birlamchi asl sababini topib davolaymiz. Endi siz bilan uyg'unlashib birlashganimizda asosiy plyus tomoni bir-birimizni shu to'ldirib turishimiz.
sizniki endi moddasi masalan ichkida xiltlar bioximiyasi buzilgan bo'lsa siz giyohlarni to'g'irlaysiz, biz bu yerda funksional davolaymiz. O'zi ayni og'riqli narsa edi. Yaxshi ochdingiz, skolyoz bo'lib, umurtqalar qiyshaygan paytda bizni osteopatlarga bor, kassoproflarga bor derdik-da, lekin ularni ham zo'rini topa olmasdi. Yaxshi mutaxassis haligi grantni ishlaydigan topa olmasdi. Haligi taq urib qo'ygan bilan ish bitmaydi. Noto'g'ri urib qo'yishi mumkin, mumkin emas joyga urishi mumkin, umurtlashgan joyi bo'lishi mumkin. Mana shu paytda demak siz bemalol yechim bera olasiz. Bera olamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, eshityapsizlar. Haqiqatda shunaqa mutaxassis kelganda nima deyishni bilmasdim. Shunaqa mutaxassis toping dedim. Mana hozir o'zimizda bor. Kelib tashrif buyursanglar, o'sha umurtqada qiyshayishlar, skolyozlar bo'lsa, bo'yin yelkalarida og'riq bo'lsa, surunkali. Bunda ham yechimingiz zo'r. Men ko'rdim. Shuni ham ayting. Harakat tayash tizimiga bog'liq kasalliklar funksional buzilish bo'lsa, masalan, ichida o'simta bo'lmasa, misol uchun, yoki qattiq ichkada yemirilish, osteoporozlar bo'lmasa, PDTR zo'r yechim bo'ladi. Funksional kasallik, funksional degani masalan harakat cheklanishi, og'riq bo'lishi, mushaklar qisib qolishi, bo'yin qotishi, kasalliklar nomi ko'p. Pleksitlar, yelkalar qotib qolib ko'tarilmasligi, bel og'riqlar, ikkilamchi grijalar. Ikkilamchi grija nima desangiz, masalan, mana biz bilamiz, umurtqani orasidagi disk churrasi mana shu holatda sog'lom holatda turadi. Agar bu yerda ozuqasi buzilmagan bo'lsa, lekin mushaklari gipertonis holatga kelsa, umurtqani qisib olib, ezib grija chiqib ketadi. Endi bu grijani so'rdirish uchun, operatsiya qilish uchun ikkilamchi posteritsiyasida shug'ullana olishlik bu yechim emas. Buni nima shu holatga olib keldi? Buni qisib qo'ygan, qisqargan paylar va mushaklar mana shu holatga olib keldi. Biz shu birlamchi qisib qo'ygan pay va mushaklarni yumshatib beramiz. Normal holatga keladi, to'liq. Masaj qilinadi. Masaj ham albatta to'ldiruvchi, lekin buni davolash uchun masajni o'zini qilsa, agar shu yerda patologik refleks qolib ketgan bo'lsa, qaysi travmadan keyin, o'shani olib tashlamagungacha mushaklar qo'yib olmaydi. Vaqtincha foyda qiladi, qaytalanadi. Endi hozir ko'pchilik so'raydi, siz usulingiz nima? U masaj qilasizmi deydi. Siz masaj qilasizmi? Nima qilasiz? Aka, bo'yin sohasidagi masalan muammolari deylik. Masalan, yelka, bo'yin qotishi juda ko'p uchraydi bemorlarda. Ba'zi holatlarda ikkilamchi davleniya ham shundan kelib chiqadi. Masalan, bo'yinga ketgan mushaklar, qon tomir, hali aytdikki, qon tomirlar mushaklar orasidan o'tadi dedik. Qon tomir mushaklar orasidan o'tadi. Mana shu bo'yin sohasidagi mushaklar masalan qisqarib gipertonis holatga kelib qolsa, shunda ham miyaga yaxshi qon bormay, miya yurakka davleniyaga yetib kelmayapti, bosim kelmayapti, ko'tar davleniyani ko'tarishi mumkin. Shunday holatlarda ishlaganmiz biz. Bunda biz nima qilganmiz? Bo'yin mushaklarini yumshatganmiz o'zimizning PDTR usulida. Shu holatda davleniyalar pasayib mushaklar yumshagan. Endi bu qanday qilinadi? Masaj qilinadimi yo ma'lum nuqtalarga teginiladi desa, bu shu bo'yin mushagini nima sababdan organizm o'zi qotirib qo'ygan, o'zini himoya qilib, nimadan himoya qilgan? Masalan, ko'p holatlarda tish oldirishlar, stomatologik vaziyatlar deydi. Bu degani stomatologlarda yomonlashmas, lekin bizda organizmimiz o'zini himoya rejimida ishlaydi. Alloh taolo shunaqa yaratgan. O'zini himoya qilib yashaydi doim. Tishni so'rganda, uzilgandan keyin mana shu yerda agar buzilgan retseptor paydo bo'lib qolsa, mana shu holatda organizm o'zini ehtiyot qilib, yillar davomida mushaklarni qisqartirib qotirishni boshlayveradi. Biz mana shu sohadagi, jag' sohasidagi qaysi retseptor buzilgan, shuni miyaga tanitib refleks bersak, miyaga bo'ldi, bu travma yo'q, esingdan chiqar deb xabar bersak, qo'yib yuboradi. Mushaklar yengillaydi. Bunga misol, men mana shu sohaga o'zim kirib kelishim, doim misol qilib aytib beraman, qanday bo'lgan. Men o'zim vrachman. Meditsinada o'qiganmiz, terapevtman, umumiy davolovchi vrach. O'zimda ayolim jag'i og'rib qoladi. Jag' sohasi og'rib qoladi, keyin doktorlarga boraman. Челюстный xirurgga boraman birinchi. Jag'da shunaqa muammo bor. Birinchi lor doktorga bordim, quloq doktorga. Quloq sohasi og'riyapti desa, bizdan emas dedi. Jag' xirurgiga olib borgan dedi. Jag' xirurgga olib borganimdan keyin nimasida syomkasi apparatida rasmga oldi, kichkina rentgen apparat bo'ladi. Rasmga olsa, jag' suyagida artroz boshlandi. Artroz ya'ni shekilda bir suyak bir yopishib, yemirilish boshlandi. Men aytdim, 4 kun bo'ldi og'riq boshlanganiga. Qanday artroz desam, mana syomka deyapti. Haqiqatan qarasam, jag' suyaklar bir-biriga yopishib kelib qolgan. Keyin bo'ldi dedim, nima qilish kerak desam, meni homilador ekan ayolingiz, mastur kelsiz dedi, esimda gidrokortizon emas, keyin analgin demidoral yozib beruvdi. Endi ular vaqtinchada. Keyin men o'ylayman, 4 kun bo'ldi, nimadan bu holatga kelib qoldi? Keyin mana shu PDTR sohasiga birinchi kirgan bitta ustozimiz bor edilar. Billa tushlik obedga o'tiribmiz ishxonada. Keyin aytib, shunaqa jag'ida og'riq boshlandi, artroz boshlandi desam, Asrorbek dedi, artroz dedi, u ikkilamchi kasallik dedi. Artroz sabab emas dedi, oqibat dedi. Keyin olib chiqing, davolaymiz dedi, ko'ramiz dedi. Keyin menga rasmni ham ko'rsatib berdi. Bilsangiz, mana jag' suyagi oshiq-boshiq deymiz, ochilib yopilish holati, mana bu holatda turish kerak orasi. Ochilib, yopilib.
Endi mana shu sohadagi mushaklar qisqarib, jag' mushaklar qisqarib mana bu holatga olib kelib qo'ygan, ya'ni yopishtirib qo'ygan. Endi har chaynaganda mana bu holat kelaveradi. Endi buni orasiga suyuqlik jo'natib, mas surkab, uqalasak vaqtincha yumshaydi, yana miya mana shu joyda qotirib olaveradi. Xo'p, olib chiqdim keyin ayolimni. Endi bu sohaga uncha tushunmas edik. U kishi test qildi, mana shu sohada jag' mushaklar atrofida qaysi retseptor buzilgan aniqlab turib, refleks beruvdi. Og'zini ochib ko'rdi, og'riq qo'yib yubordi. Hazillashmasam yo'q deydi. Umuman yo'qmi desam yo'q deyapti. Bo'ldi deb pastga zinadan tushib ketyapmiz, zinadan chiqmaydi. Umuman og'rig'imiz yo'q dedi. Hazillashmasam yo'q dedi. Keyin uyga bordik, bir kun o'tdi, 2 kun o'tdi, og'riq qo'yib yubordi haqiqatdan. Keyin ertasi kuni chiqib o'sha Abubakr ustozimizdan qaysi nima bo'ldi bu holatda tushuntirib bering dedik. Endi biz meditsinada o'qiganmiz, bu neyrofiziologiya zamonaviy nimani tushunmaymiz, aytdik. Qandaydir travma bo'lgan mana shu sohada dedi. Qaraganda o'shada ehtiyot qilibdi, mushaklarni giperholatga kirgizgan, mana shu holatga kelib qolgan. Biz o'shani yumshatdik dedi. Travma bo'lmagan deb keyin haqiqatdan o'ylab qarasam, bir kun oldin hazillashib, shu qulog'imni, quloq sohasini qattiq tortib yubordim. Mana shu sohani tortganimda organizm mana shu yerdan o'zini ehtiyot qilib, himoya qilib, mushaklarni giperholatga olib kelib qo'ygan. Keyin mana shu og'riq, mana shu yemilish boshlangan. Endi men mana shu holatda ukollardan, mazadan foydalana olsam, ikkilamchi oqibati bilan shug'ullangan bo'lardim, yechim bo'lmas edi. Haqiqatdan keyin shu sohaga qiziqib kirib ketganman o'zim. Izlanganman haqiqatdan neyroreflektor terapiya deydi, retseptorlar bilan neyrofiziologiyaga keyin qiziqib shu sohada hozir ishlayapmiz. Haqiqatda bu hikoya menga ham juda qiziq bo'ldi. Haqiqatda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishi mumkin. Bu odam ham o'sha eng qiyin vaziyatlarda yaxshi yechim beryapti. Bizga ham ko'pchilik bemorlar operatsiya bo'ldim, og'riq qolmayapti yoki menga og'riq qoldiradigan nimadir ayting derdi. Shu paytda nima deyish bilmasdim-da. Mana aptekaning dorilarini ichib turasiz derdim. Mana hozir tabiiy holat yechim bor. Ham yurish yengillab, ham og'riq kamayib, muammoga yechim bor. Buning uchun faqat bemorlar kelish kerak, ko'rinish kerak. Buning uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilib, kelishdan oldin ma'lumot olish mumkin. Va Telegram kanaliga o'tsanglar, biz natijalarni, har kunlik qilayotgan ishlarimizni Telegram ko'proq tashlab boramiz. Telegramda to'liqroq ma'lumot olish mumkin. Telegramga o'tib, Telegramda ham kuzatishda davom etinglar. Keyingi sonlarni yana ko'rish uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.